Kelin ishlar qilib bo'ldingizmi, tugadimi? Qilib bo'ldim oyijon, tugab qoldi. Bu uyda hech qachon ish tugamaydi. Men tirik ekanman, ish tugamaydi. Turing, yana boshqa ish topib beraman sizga. Obbo, xotin, yana o'sha gapmi? Kelinni yonma olasiz. Meni yonima olmaysiz-a? Bu kelinni tinch qo'yasanmi yoki yo'qmi? O'zing kelin bo'lmagansan, go'yoki o'zing parod qilmagansan. Go'yoki siz farishta bo'lgansiz-da, onasi. O'zi bu dunyoda faqat onam meni yonima oladi. Ketdim onamnikiga. Onasi! Kelin ovqatga tuz solganmidingiz? Tuz deyman, tuz. Hech kim eshitmaydi meni bu uyda. Yoqimli ishtaha. Kelin chiqib ovqat qilmaysizmi siz? Bu uyda kelin yo'q. Men qilishim kerak ovqatni ham. Ne uni qizim? Kelin deysan. Bolasi yig'ilib urgandan keyin kirib ketdi uyga. Boring dedim. Ovqatni men qilyapman. Siz qilyapsiz? Men.